alaykum. Demak, o'zimizni MyCook'ga kirib olamiz. Multi-level, ya'ni seferga registratsiya qanaqa bo'ladi? O'zim ham oldin umuman qilib ko'rmagandim bu ishni. Tak, singlim bilan qildik. Xo'p, sefer ingliz tilidan topshirish uchun o'sha ta'lim qismiga kirib registratsiya qilamiz. Bu yerda mana chet tilini bilish darajasini aniqlash qismiga kirar ekanmiz. Esimda qolgani bo'yicha qilyapman. Xo'p, xizmatlardan foydalanish. Tak, tanlaymiz. Ingliz tili. Test topshirish hududi men Xorazmda topshirdim. Test sinovi sanasi, misol uchun, hozir bu yerda tugagan. Bugun 27-aprel. Shuni ham eslatib o'tish kerakki, men yaqinda bildim, mayda oxirgi sroki bo'lar ekan. Ya'ni multi-level ingliz tili uchun boshqa nimalarni bilmayman, shu O'zbekiston doirasida amal qilganligi uchun bu oxirgisi faqat mayda bo'lar ekan. May bu yerda to'lgan, shu sababli hozir chiqmadi, lekin registratsiya qilish xuddi shunaqa, nimalar ko'rsatilgan bo'lsa o'shani to'ldirib boriladi. Akademik litseyda o'qimayman, yo'q, mana shular hammasi to'ldiriladi. Bu jarayon umuman qiyin emas. Keyin bu yerda nima bor? Hozir bu chiqmaganligi menimcha sababli. Hop. Aslida bu yerda yana bir ikkita kategoriya bor. O'sha ingliz tili sefer nimasi may ko'rsatiladi yoki aprel ko'rsatilar edi. Men aprel uchun martda registratsiya qilgandim. Boshida may oyiga registratsiya qilgandim va to'lovni to'lamagandim. To'lov to'lamagandan keyin may menda ko'rinmay turdi. Keyin nechun may menda ko'rinmadi degan savol o'ylanib, qaynahoy may do'ldi o'xshaydi deb o'yladim. Yo'q, adashmasam 5 kun emas. Ya kamida bir hafta o'tgan edi. Bir haftadan ko'p vaqt o'tdi. Hammamcha do'ldi o'xshaydi, hamma may registratsiyasi o'xshaydi degan xayol bilan yurganman. Keyin ukam o'zini aprel registratsiya qildi. Hozir aprel ham to'lib qolmasin deb shoshildi. Shu savollarga javob berib, plastikdan to'ladik. Payme yuklab oldim. Payme yo'q edi. Bu yerda kategoriyalar chiqadi. Navdan to'laysiz deganlar. Endi bankka borib o'tirish vaqtni olganligi uchun bir ikki dona shuni applar boradi, programmalar boradi. Men Payme'ni afzal ko'rdim. Avval ishlatib ko'rgan bilarim. Payme'ni yuklab olib, Payme'dan to'lavatdim. 506 ming so'm shu to'lovi registratsiya etgan vaqtimdan dar to'ladim. Endi may haqiqatan to'lmadimi degan savol, may to'lmagan ekan. May uchun bemalol shu aprelning oxirlarida aprelning oxirida emas, bugun aprelning oxiri. Где-то shu aprelning o'rtalarida bemalol registratsiya etsa bo'lar ekan. Men pulni to'lamayam uchun mendan ko'rinmay, men bunga hamma narsasini to'ldirib, lekin pulni to'lamadim. Shuning uchun menda ko'rinmagan ekan, lekin ukamning telefonidan qarasam, u ko'rinib turibdi ekan. Hop, tak, shuning savollarga javob beriladi. Pul to'langandan keyin tak, yaxshi. Bu yerda mana inabonada boshqa narsalar ham ko'rinadi. Shuning uchun bu yerda yo'qligi uchun hozir ko'rsatib turibman. Xazinasi sari nima narsa chiqishini aytaman. Tak, yaxshi. Bu rasmni screenshot etib qo'ydim. To'g'risi topilmadim. Короче, bu yerda registratsiya etib bo'lgandan keyin pullarni ham to'lab o'tirib bo'lgandan keyin pul qiladi. Yana bemalol ko'rishingiz mumkin. Aslida SMSlar keladi, nelar kodlarni so'raydi, shuni to'ldirasizlar. Keyin to'ldirib bo'lgandan keyin pul to'lamaganlik bo'ladi, to'lov jarayonida deb turadi. Yana bir kunlarni ko'rsatadi, 50 kun qoldi, yana bir narsa degan narsalar, xullas. Shuning narsalar bo'ldi. Keyin bu narsani so'rab bilsam, o'zi shuning bo'ladi ekan. Через so'rab ko'rdim.
Xo'p, undan xotira shart emas, to'ladingiz, bo'ldi, ichra yetmaydi. Shu kodlarni nalarini to'g'ri yozgan bo'lsangiz, shuning nalarini ko'rsatadi, xuddi to'lanmagan o'xshaganing. Boshida uzumdan narsa buyurjagimdan xuddi shunday bo'ladi. To'lov jarayonida deb bir narsa deb ko'rsatib turadi. Keyin bundan qo'rqish shart emas. Yaxshi. Endi speakingga keladigan bo'lsak, nechun menga speaking mentordi, axir buni sanasi nechik bo'lardi degan narsalar bo'lgan. Masalan, Alisda umuman boshqacha edi, uni registratsiya etchak vaqtda o'zing tanlading sanasini. Seferda boshqacha ekan. Yaxshi. Endi girib ko'rib o'tirish shart emas, bir marta shuni aytdingiz, MyGovga kirishni bilasizlar. MyGov orasida kodlarni yoddan chiqarmanglar. 3 kun qolganda, masalan, meni imtixonim 26 aprel edi va registratsiya sanasi 26 aprel bo'ladigan bo'lsa, 3 kun oldin speakingimiz qachon bo'lishi va ekzamenimiz nerda qachon bo'lishi chiqar ekan. Meni ekzamenim 27 aprel ozonak tushdi, 7:00 da. Nerda bo'ladi degan savol. Seferni o'zi, Sefer yangi sertifikatlarning hammasi menimcha shu Sefer'niki aniq bilaman. Bilim va ko'nikmalarni baholash agentligi shu sentri bor, nada ishqilib qaysi yo'lda nada yazsanglar Google Map'dan chiqadi. Cholish yo'limi shunday deyiladi o'xshaydi. 3 kun oldin girib ko'rsa bo'ladi. Men bir videoda ko'rdim. Ruxsatnoma MyGovga kirib, ruxsatnomani qidirib boshladik. Endi bizlar shu ruxsatnomamiz chiqmabdimi ekan deganlarni ko'rib, arizalarim qismini o'tamiz ekan. Arizalarim qismidan chiqadi. Masalan, registratsiya etib bo'ldingizmi? Shu aytgan yeringizni yana qaytadan girmaysiz. Qaytadan girsangiz yana повторный ariza topshirjaq deganlar bo'ladi. Unda yana san'at tanlashing kerak bo'ladi ekan va boshqa. Shuning uchun bizlar uni ham topolmay shu qismini qidirib yotibmiz ekan. Yana hozir birdan bir chiqib mening arizalarim degan qismini girib ko'ramiz. Mening arizalarim degan. Mana telefon urib so'rab ko'rdik. Tak. Mana shu qismda yana chimirda registratsiya etib boshlanmam ko'rinib turibdi ekan. Tak. Xo'p. Arizalarimizni shu yerdan ko'ramiz. Hamma narsa ko'rsatib turadi. 3 kun oldin shu sanalari bilan, vaqtlari bilan neda bo'lishini ko'rsatadi ekan. Yanqining ruxsatnoma chiqaradi. Mening arizalarim bo'limini yuklab olib, ko'rsangizlar bo'ladi. 2 betni shu neda o'tilishi, qanday qoidalarga rioya etish kerakligi aytilgan. U narsani men chiqarishim kerak-da. Bugun imtixonim bo'lsa, oqshom chiqarmadim. Umuman chiqarib o'tirmanglar, kerak yo'q. Birgina narsa, kerak narsa pasport. Keyin imtihonga borjaqda nola masalan, telefonimni olib kirsam, telefonim gizmasilini qo'yaman degan problema bo'ladi. Endi menda Altisda bo'lmagan uning problema, chunki Altisda shuncha pul to'lagandan keyin u narsalarni xalatsalar kerak deb o'yladim. Yo'q, Seferda ham shunday ekan, telefonlaringni, sumkalaringni shuning shkafcha beradi, shkafcha qo'yasan senga meni qo'lingga raqam beradi. Shu raqamni yo'qotmang, imtihondan chiqqandan keyin shu raqamni berasan, keyin narsalaringni bemalol olsang bo'ladi ekan. Qaytarib. Sat gizmadilar. Men endi daqmavadim. Satib olgandan aytdilar. Sat, telefon hamma narsani qo'yib, keyin bir xatar tekshiradilar, yollab tekshiradi ekan. Keyin tak o'sha chalish yo'limda dedilar. Endi yo'lni men to'g'risi mashinada bordim, lekin medkollejning yoniga borsa, bozor yonida medkollejning yonida shu yerda mashinalar turadi ekan, o'zlari olib boradi. Chiqqandan keyin bu yerda problema emas, chunki o'zi taksist ham o'zi kelib turadi ekan. Bozor bormi, yaningda pul olib borsang bo'ldi, uyga qaytib borishing problema bo'lmaydi ekan. Bozor bormi, bir odam kerak, 2 odam kerak deb turadilar. Yaxshi. Keyin imtihon haqida fikrlarim bo'lgan bo'lsa,
Tak, seferda o'zi 9'da boshlandi. Azanqisi 9'da ekan. 8:30da o'zi nada imtihon bu ruxsatnomada nada yozilgan 8:30ga yetib kelishingiz kerak deyilgan. Lekin bir 9:10 minut qolganda kelganlar ham bo'ldi. Lekin iloji boricha 8:30ga boringlar. U yerda odam ko'p bo'ladi. 1200 o'rinli ekan. Ne? Test bo'ladigan joy. И girincha ham vaqt o'tadi. Keyin qolgan hamma narsani jarayonda tushuntiradilar. O'zlari suv beradi, uchiga hamma narsasi bor. Qolgan hamma narsani ajoyib aytib tushuntiradilar. Qayta tushuntiradilar. Hamma savollarga javob beradilar. 2 odam turadi, biri nazoratchi, biri tushuntiruvchi. Ish qilib muammo bo'lmaydi. Bir yanimdagi qatorda bir bola lekin adashib imzo qo'yiladigan yerni familiyasini yozib bergan ekan. Endi отчествомni nega yozing deb so'radi. Shu yerda u bolani narsani aytdim. Ish qilib tushunmaydigan narsa bo'lmaydi. Chiqqandan keyin bemalol narsalarimizni qaytarib olib uyga ketsak bo'ladi ekan. Xo'p. Shundan nala registratsiya etish muammo bo'lmaydi. Namoykovda aytiladi. Ruxsatnoma kerakmaydi, faqatgina pasport bo'lsa bo'ldi.